Assalomu alaykum aziz obunachilarim va meni videolarimni ko'rayotgan hammaga bir yaxshi eslatma aytmoqchiman. Inson ertami kechmi, kimdir erta, kimdir kech baribir pul bilan muomalani boshlaydi. Pulga bizni maktab, bog'cha, maktab, kollej yoki institutlar o'rgatmaydi. Pul bilan muomalani hech qaysi oliy ta'lim muassasalari bizga o'rgatmaydi. Bizga pulni odatda hayot o'rgatadi. Oddiy turmush tarzini boshlaganimizdan keyin, katta hayotga qadam qo'yganimizdan keyin kimdir 18, kimdir 14 yoshda boshlaydi pul topishni. Bo'yniga ro'zg'or g'ami tushadi. Kimdir 20-30 yoshda ro'zg'or g'ami tushadi boshiga. Shunaqa davrlarda biz pul bilan tanishishni boshlaymiz. Kimdir ertaroq, kimdir kechroq. Keyin hayot xatolar bilan bizni tarbiyalaydi. Pul topamiz, yo'qotamiz. Bir yaxshi topganimizda ushlab qololmaymiz, yo'qotamiz. Hozirgi davrida endi mana urushlar fonida, masalan, dunyoda tinchlik bo'lmayapti. Davlatlar iqtisodiy qiyinchilikka inqiroz yoqasida turibdi ko'p davlatlarda. Endi bizning yurtlarimiz tinch bo'lsin, ilohim. Shunaqa davrlarda urushlar ta'siri, boshqa davlatlardagi iqtisodiy inqirozlarda ta'siri bizga ham bilinadi baribir. Chunki bizni iqtisodiyotimiz ham butun dunyoda iqtisodiyotiga bog'liq. Savdo, boshqa bir hamkorliklarimiz bor, misol uchun. Masalan, men Qozog'istonda yashayman. Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham masalan tinchlik davrida bu boshqa narsa. Shuning uchun tinchlik bo'lib turgan davrda inson, ayniqsa erkaklar, o'zini oilasining g'amini yeb qo'yishi kerak. Kredit, bir orzu havaslarga berilmaslik kerak. Qurilish boshlamoqchi bo'lsangiz ham, qurilishlaringizni cho'ntagingiz ko'taradigan qilib, bir 2 yilda, uzog'i 3 yilda o'zingizni pulingiz bilan bitirib oladigan qilib boshlashingiz kerak qurilishni. Hamma sharoiti bilan, masalan, eng kattasi uy solish. Shu uyingizni 3 yildan oshib topgan pulingizga qilmasligingiz kerak. 3 yillik pulingiz bemalol yetishi kerak, oshib ketsa. Hamma sharoitlari bilan. Noldan, xullas, pat ключda bekami ko'z bo'lishi kerak ana shu uyingiz. Kichkina oila bo'lsangiz, 2 xonali kvartiradek qilib uy soling, yetadi. Eski o'zimizni urfdagi uzundan uzun G.P. qilgan uylar modadan qoldi уже. Kotej sifat qilib, to'rt burchak qilib qiling, ichida hamma sharoitlari bilan qilib qiling. Agar katta oila bo'ladigan bo'lsangiz, unda 4 xonali kvartiradek qilib qiling. Ichida dushi, hojatxonasi bo'lsin, albatta. Hojatxonani uyga ham qiladimi degan savollar ko'proq berishadi. Qo'yavering siz. Siz foydalanmaysiz, qari ota-onangiz foydalanadi yoki yosh go'daylaringiz foydalanadi. Xullas, bir narsaga hammani chaqirmoqchiman. O'zingiz, ayniqsa erkaklar, lider bo'ling. Pul sizda bo'lsin. Onangizda ham emas, otangizda ham emas. Otangiz ham o'zi lider bo'lsin. Otalar, o'zingizlarda masalan pul topadi, otalar ham puli ko'p ota bo'ling. Hech bo'lmasa qarzi yo'q ota bo'ling. Krediti bo'ynida krediti yo'q ota bo'ling. O'zingizni pulingizga yashashni o'rganing. Qarz, kreditlar olmang, chunki botasiz. Hozir tinchlik bo'lgan taqdirda ham butun dunyoda siz nafsingizni jilovlaolmaysiz. Nafsni jilovlash bu oson narsa emas.
o'zimda ham bo'lyapti-da, misol. O'zimni zo'r o'shab turibman. Uyimda ozgina remont qiladigan joylarim bor edi. Remont qiladigan materiallarni ko'rib, shunaqangi zo'rlarini ko'rib havasim ketdi-da. Qildiraman, nech pul bo'lsa ham degan fikr keldi. Keyin bir 10-15 kun shu fikrda yurdim-da. Yaxshilab meni o'ylab turib, to'xta, o'zim ko'pchilikka maslahat berib yursam, hayotda ham mana internetga chiqaman. Yengilroq o'zini cho'ntagiga ko'taradigan qilib pul ishlatishni o'rgatib yurgan bo'lsam ko'pchilikka. O'zim endi unga amal qilmaymanmi, o'zim ilmimga o'zim amal qilmaymanmi dedimda, o'zim tarbiyaladim. Oddiy so'killarimni remont qildirishim kerak edi. Kvadratini 800 mingdan har bir metrini qildirmoqchi bo'ldim. Zo'r chiqargan, chiroyli chiqargan. Endi eng zo'rini qilaman deb o'zimga o'zim qilaman deb qo'ygan edim. Pulim yetadi-da meni bemalol. Topgan pulimni 5 dan 1iga bo'lar ekan. To'plab qo'ygan, yig'ib qo'ygan pulimni 5 dan 1iga bo'lar ekan, bitar ekan dedim-da. Keyin to'xta dedim. Men bu pulni qiyinchilik bilan topganman, qo'l mehnati bilan topganman. Menga bunday qilib qo'ysam kelmagan pul. O yillar davomida to'plaganman bu pulni dedim-da. To'xta, yaxshilab hisob-kitob qilib, o'zimni ruhan, psixologически tayyorladim. Arzonroq, to'xta, o'zingni bos. Arzonrog'i ham bo'laveradi. Shart emas, seni aytganing bo'lishi shart emas. Mana 6-7 yildan beri uy bitganga, misol 8 yil bo'lgan bo'lsa, 8 yildan beri oddiy beton so'kilda ham o'tiribsan-ku. Yana necha yil yashaysan? Dunyoga ustun bo'lib qolib ketamini? Dedim-da, o'zimga o'zim to'xta deb hozir 800 mingdan 350 mingga tushirdim o'zimni rasxodimni. Har bir kvadratiga 800 mingdan bo'ladigan narsani 350 mingdanga tushiryapman hozir, pasaytirib narxini. Oshib ketsa 350 ming bo'ladi. Oshib ketsa undan ham oz bo'ladi hozir. Oxirida bitta hisob qilib qiziq bo'lsa aytaman shuni. O'rni kelib qolsa aytaman nech puldan tushganini. Xullas, demoqchiman, mana o'zim ham hatto hissiyotlarga berilib ketib $500 o'rniga $1000 sarflashga niyat qilib qo'yibman, bilmasdan. Qarang, bu odam o'zini o'zi qizigan paytda sal qiziqqan narsasidan uzoqroq tutib, shuni uzoqroq o'ylab ko'rish kerak ekan. O'zini bosib, hissiyotdan to'xtatib olib, o'zingizni ruhan boshqarsangiz, bema'ni chiqimlarga kirib qo'ymaysiz ekan. Shuning uchun hammaga shuni maslahat berib qolardim. Uni o'rniga puli bor ota bo'ling, puli bor o'g'il bo'ling, lider o'g'il bo'ling, lider farzand bo'ling. Ana shu sizni xotirjamlik olib keladi sizga. Pul baxt olib kelmaydi-yu, lekin xotirjam bo'lishingizga sabab bo'ladi. Kerak vaqtda ana shu xotirjamlik sizga baxt keltiradi. Pul hozir juda ham odamlarning, insonlarning og'riqli nuqtasi bo'lib qoldi. Juda ko'p narsalarga pul bo'lmasa bo'lmaydigan zamon bo'lib qoldi. Shuning uchun o'zingizni qurbingiz yetgan narsani qiling, undan oshiqi kerak emas. Horza havasga berilmang. Masalan, u uyni men zo'r qilib, hatto tilladan qilib qo'ysam ham, uyimni remontini tillan suvini yuritirib qo'ysam ham, men u uyda hozir borib yashamayman. Onam yashayapti. Onam uchun chiroyli, qulay, sal onam qilmay qo'yaver deyapti. Menga qolsa qilma, nima qilasan pul sarflab deyapti. Men yo'q deb havas qilib, mayli arzonroq, lekin chiroyli, shinam chiqadigan qilishga qaror qildim. Shunaqa o'zingiz to'xtatishni biling-da. Mana men ham o'zim ham sal qoldi.
katta chiqimga kirib qo'yishimga. Undan ko'ra pulni ekonom qilaman-da hozir. Endi onamni xonasini zo'r qilib beraman, xudo xohlasa. Zo'r sharoitlar qilib, remonti eskirib qoldi. Chiroyli qilib ichiga yangi mebellar, yangi aboylar qilib sharoitini yaxshilab beraman. Alloh nasib qilsa. Shuning uchun ortiqcha xarajatlardan saqlanish kerak. Zarur narsaga pulni sarflash kerak. Birinchi avvalo pulni yig'ib, xavfsizlik yostiqchangizni jamg'arib olishingiz kerak. Bu xavfsizlik yostiqcha qancha bo'lishi kerak desa, eng kamida sizni ishlamay yotgan, yeb yotganda oilangiz bilan 6 oyga yetadigan jamg'aringiz bo'lishi kerak, pul mablag'ingiz, yoki 1 yilga yetadigan bo'lishi kerak. 1 yil, 2 yilga yetadiganini tashlab qo'ysangiz, unda yana ham yaxshi.